Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Fatime'nin kuluğa bir geplerini deydi. Fatime yığılıp gitti. Allah'ın elçisi Muhammed öldü. Kim ki Allah'a ibadet kılgan bolsa, Allah hayat mengü ölmeydi. İlgirki dersimiz deganimizdek hicretinin 9. yılı Müslümanlara hac farz kılındı. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Allah'ın buyruğu bilen özü barmay Hazreti Ebu Bekir'ni 300 nefer sahabega baş qilib hac qilishga avatidi. Ular sağ salamet hac ibadetini tugitib Medine qaytib keladi. Hicretinin 10. yılı kiradi. Hicretinin 10. yılı xuddi hicretinin 9. yılıga o'xshash Medine her tarafdan kelgan elchilar ömüki bilan qaynaq baza o'xshab ketadi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam her tarafdan kelgan elchilarga ularga dinni gutib qo'yish uchun sahobalarni qo'shib yo'lga soladi. Shunda qilib bu yili nihoyat yuqori kayfiyat bilan o'tadi. Ramazon oyi yetib keladi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hicretinin 10. yılı Ramazon oyida 20 kun itikaf kirib, itikafdan chiqmay Jibril aleyhisselamga Qur'onni 2 qatim tanishtirdi. Ramazon oyidan keyin Shavval oyida Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamning o'g'li İbrahim vafot topadi. Shunda qilib Arab orasidagi butparastlik butunlay tozlanadi. Kishilarning hammasi yolg'iz Allohga hech narsani shirk keltirmay ibodat qiladi. Shundaqla Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamni Allohning elchisi deb tunuydi. Musulmonlar jug'rafiyasida umumyuzlik, xotirjamlik va bayashatlik hukm suraydi. Bu xuddi sahobalarga hamda Muhammadning vazifasi tugadi degandek bir uchurni bir vatadi. Bu yili haj mavsumi yaqinlab keladi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu yili o'zining haj qilganligini e'lon qiladi. Madinaning ichi va sirtidagi atrofdagi butun musulmonlar Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bilan birga haj qilamiz deb umumyuzlik tayyorlikka tushadi. Top bo'lib kishilar Madinaning ichiga to'plashishga boshlaydi. Hijratning 10. yili 11. oyning, ya'ni Zulqa'da oyining 26. kuni Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam tayyorligini bitirib, nurg'un sahobalar bilan haj qilish uchun Makka qarab yo'lga chiqadi. Va Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu hajda qurbonlik qilish uchun 100 tuga elib oladi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam va hojilarning hammasi Madinaning chegarasidagi Zulhulayfa degan yerga kelib tushdi. Va bu yerda Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam asr namozini qasr qilib o'qiydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam va sahobalar mush yerda qunib qoladi. Ertasi bamdod namozini o'qib bo'lgandan keyin ihromga kirish uchun tayyorlik qiladi. Yunidi, xushbuqlarni ishlatadi. Peshim namozini o'qib bo'lgandan keyin haj va umraga birlikda niyat qilib ihromga kiradi. Shunda qilib Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam va sahobalar haj qilish uchun Makka qarab yo'lga chiqadi. Ular saq 8 kun yo'l yurgandan keyin Zulhijja oyining 4-kuni yakshanba kuni atdigan Makkaga yetib keladi. Va Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam va sahobalar Udul Ka'baga kirib tavof qiladi. Ondan keyin Safa Marvaning o'rtasida sa'i qiladi. Ondan keyin Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hajni kutib ihromdan chiqmaydi. Chunki Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam hajni qironga niyat qilgan edi. Ammo Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam sahobalarga sizlar ihromdan chiqinglar, tamattu qilinglar deydi. Sahobalar ihromdan chiqqili unmaydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam agar men hozir bilganimni Madinadagi vaqtimda bilgan bo'lsam, albatta tamattu haj qilardim deydi. Buni olgan sahobalar ihromlardan chiqadi. Ya'ni tamattu haj qilishga tayyorlik qiladi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Zulhijjaning 8-kuni atdigan bamdod namozini o'qib bo'libla Mina tarqab yo'lga chiqadi. Va atdigan bamdod namozini Mina tag'ida o'qiydi. Ya'ni 5 vaqt namozni Mina tag'ida o'qiydi. Ondan keyin Arafat qarab yo'lga chiqadi. Dunyoning hamma tarafdan kelgan musulmonlar Arafat maydoniga to'plashadi. 144 ming sahoba Arafat maydoniga to'plashgan edi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam bu 144 ming sahobaga tarixiy nutqini so'zlaydi. Bu nutqi Vidalish nutqi deb tarix batlariga yozilgan. Nutqning mazmuni töndikicha. Barcha madihiya Allohga xosdir. Allohni madihiyalaymiz. Allohdan kechirim so'raymiz. Allohga tavba qilamiz. Allohga sig'inib nafsimizning yomonligidan va yomon ishlardan panoh tilaymiz. Alloh hidoyat qilgan odamni hech kim ozdir olmaydi. Alloh ozdirgan odamni hech kim hidoyat qila olmaydi. Shuningga guvohlik beramanki, yolg'iz bir Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'q. Allohning shirik yo'q. Yana guvohlik beramanki, Muhammad Allohning bandasi va elchisidir. Ey Allohning bandalari, sizlarni Allohga taqvodorlik qilishga tavsiya qilaman. Allohga itoat qilishinglarni targ'ib qilaman. So'zimni xayrli ishlardan boshlayman. Ey xaloyiq, so'zimga quloq solinglar. Bu yildan keyin men bu joyda sizlar bilan uchrasha olmasligim mumkin. Ey xaloyiq, bir-biringlarning jiniga, meliga chiqilish xuddi mushu oyning, mushu kunning, mushu joyning hurmatini saqlamaganga o'xshash haromdir. Qo'lida boshqalarning omonati borlar, omonatni egasiga qaytarsin. Bugundan e'tiboran jahiliyat davridagi qon qarzlar bekor qilinadi. Oldidan Amir ibn Rabiya ibn Harisning qon qarzini bekor qilishdan boshlayman. Jahiliyat davridagi jazonilar bekor qilinadi. Oldidan tag'am Abbas ibn Abdul Muttalibning jazonisini bekor qilishdan boshlayman. Ey xaloyiq, sizlarni hech qaysinglar gunoh qilish orqali o'ziga zulm qilmasin. O'z farzandlariga ularni tarbiyasiz qo'yish orqali zulm qilmasin. Ota-onalarga osiylik qilish orqali ularga zulm qilmasin. Hammanglarga ayon bo'lsinki, shayton bu shahringlarda sizlarni ozdirishdan umidini uzdi. Lekin u sizlarning amallaringlardan ba'zi bir kichik ishlar orqali sizlarni ozdiradi. Shayton bundan mamnun bo'ladi. Ey xaloyiq, ayollar haqida Allohdan qo'rqinglar. Ularni
Allah'ның amaneti bilan aldыңlar. Zimminlarda ayollaringlarning sizlar rioya qilishga tegishlik haqqi bor. Ayollaringlarning zimmisida ular rioya qilishga tegishlik haq bor. Sizlarning haqqinglar shuki, ayollaringlar to'shaklarga sizlardan g'ayri odamni yulatmaslik. Sizlar xo'p ko'rmaydigan odamni sizlardan ruxsatsiz uyga kirgizmaslik va yomon ishlarni qilmaslik. Men sizlarga shundaq bir narsani qoldirdimki, uningga chin eslsanglar hargiz azmaysizlar. U bo'lsa Allohning kitobi Qur'on Karimdir. Ogoh bo'linglarki, sizlar bir Allohga ibodat qilinglar. 5 vaqt namozinglarni o'qinglar. Ramazon ro'zasini tutinglar. Mollaringlarning zakatini rozimanlik bilan ado qilinglar. Shunda qilsanglar Allohning jannatiga omon eson kirsizlar. Qiyomat kuni Alloh men to'g'riq so'rasa, nim deb javob bersizlar? Sahobalar umumiylik shaklda sening elchilikni yetkazganligingga, omonatni topshirganligingga guvohlik beramiz deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom barmoqni osmonga ko'rsatib, ondan keyin xalqqa ko'rsatib, "Ey Alloh, guvoh bo'lgin, men yetkazdim. Ey Alloh, guvoh bo'lgin, men yetkazdim" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom nutqdan beka olgandan keyin Alloh taolo eng oxirgi qatim Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomga tuandik oyatni nozil qiladi. Hurrimat alaykumul maytatu wad-dam wa lahmul khinzir. Mushaydan boshlab al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Bu oyatning bosh qismida ba'zi harom qilingan narsalarning hukmlari bayon qilinadi. Oxirida bo'lsa al-yawma akmaltu lakum dinakum. Bugun men sizlarga dininglarni mukammal qildim. Wa atmamtu alaykum ni'mati va ne'matimni tamomladim. Wa raditu lakum al-islam dina. Men sizlarga islomni dininglar bo'lish uchun tanladim, rozi bo'ldim deydi. Bu oyat tushgandan keyin Hazrat Abu Bakr buquldab yig'lab ketadi. Sahobalar "Ey Umar, nima bo'ldi?" deb so'raydi. Umar har qanday bir narsa mukammallik yetsa, undan keyin nuqsonlik qaratmangdi deb Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan ayrilib qolganligini his qiladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nutqidan beka olgandan keyin Arafat kunisi bir kunni Allohga qattiq esib duo qilish bilan o'tkazdi. Shunda qilib Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Makkada 5 kunlik haj ibodatini oxirlashtirib Madinaga qaytdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Madinaga qaytib, uzun o'tmay Rim imperiyasining himoyasi ostidagi, ya'ni davlat tavallik ichidagi musulmon bo'lganlarning yashash huquqini e'tirof qilmay, qanday bir odam musulmon bo'lsa uni o'ltirganlik xabari Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga yetib keladi. Hatto Rim imperiyasi o'zining Ma'an shahri qo'ygan valisining musulmon bo'lganligini anglab, uni darg'a asib o'ltirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bu xabarni anglagandan keyin Hijratning 11-yili 2-oyda, ya'ni Safar oyida qo'shin tashkil va bu qo'shinga 18 yoshli Usamani qo'mondan qiladi. Qo'shinning ichida Hazrat Umarga o'xshash mo'tvar sahobalar turuqliq. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom 18 yoshli Usamani bu qo'shin qo'mondan qilishida Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning kichiklarni yetildirishga ahamiyat berishi va ularga fursat berishga qanchalik risman ekanligini ko'rib olamiz. Ba'zi sahobalar Usamani kichik, tajribasiz deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularga raddiya qaytarib, Usama bu ishni cho'qim qila oladi deb uning qo'mondonligini ta'kidlaydi. Shundaqla Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ularni yo'lga chiqib, Madinadan 6 kilometr yiroqlikdagi Jarif degan yerga berib, mendan buyruq kutinglar deydi. Usama boshchiligidagi qo'shin Madinadan yo'lga chiqib Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degan Jarif degan yerga berib, Payg'ambarimizdan buyruq kutdi. Ammo Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom aytsi bir mayt namozida qatnashayotgan vaqtida ushtum tut beshiga og'riq tegib, qizitmasi o'rlab ketdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom holsizlanib, ulun tutib yetib qoladi. Ahvoli kundan kunga nacharlashib qarabmag'di. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ayollarining hammasini to'playdi va ularga "Agar men ruxsat bersanglar, men Oyshaning uyida kutinsam" deydi. Ayollarning hammasi "Ko'ngillari na'tasi shu yerda ya Rasululloh" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bir tarafini Hazrat Ali, yana bir tarafini Fazl ibn Abbas ikki qo'ltiqni yulab mangdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning mang'udakmi holi qolmagan edi. Hazrat Ali bilan Fazl ibn Abbas Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni yulab manganda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning puti, ya'ni jijib mangdi. Sahobalar Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni bunday ahvolda tunji qatim ko'rib hayron qoladi va Payg'ambarimizga nima ish bo'pti deb so'rashga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning kasallik xabari birdamda Madinaga pura ketadi. Taraf-tarafdan sahobalar masjidning ichiga to'plashadi. Masjidning ichi va atrofi mig'mig odamga to'ladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qizmisi texmi o'rlab ketadi. Sahobalar masjid ichida turib Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni ansirab, "Payg'ambarimizga nima bo'pti? Payg'ambarimizga nima bo'pti?" deb varang-churun qilishga boshlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom masjiddan kelayotgan ovozni anglab, "Bu nima ovoz?" deydi. Hazrat Oysha, "Sizning sahobalar sizlarni ansirayotdi ey Rasululloh" deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom, "Beshimga suv qo'ying. Men chiqib ularga vasiyat qilib olay" deydi. Hazrat Oysha Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning beshiga suv qo'ydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qizitmasi bir oz tushdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom holi qolmagan holda masjidga chiqdi. Sahobalarning hammasining ko'zi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomda edi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom asta minib munbarga chiqdi. Sahobalarning hammasi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning atrofini o'rab o'ltirdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Ey sahobalarim, sizlar mendan ansirab o'tibsizlar. Bizning va'dalashgan o'rnimiz bu dunyo emas. Biz kurishga va'dalashgan o'rin jannatda Havzi Kavsarning qashida. Alloh bilan qasam, men shu topda Havzi Kavsarni ko'rib turyotaman. Menga osmon zaminning xazinalarining ochqishlari berildi. Men sizlarning kambag'al, yo'qsil bo'lib qolishinglardan qo'rqmayman. Men sizlarning mol dunyoga dum tushib, birisi-birsinglar bilan baslashib,
ilgari kishilar halok bo'lgandek halok bo'lib ketishinglardan qo'rqaman. Ey xaloyiq, Allohdan qo'rqinglar. Ayollar haqida Allohdan qo'rqinglar. Ayollarga yaxshi muomala qilishinglarni tavsiya qilaman. Ansarlarga yaxshi muomala qilishinglarni tavsiya qilaman. Ular mening o'z bag'rim va sirdoshlarim. Ular zimmisdagi haqlarning hammasini ado qildi. Endi ularga qaytishga tegishli haqlari qolib qoldi. Shunga ansarlarning yaxshilarini qo'llanglar. Ularning kamchiligini, xatoligini afu qilinglar. Alloh ma'lum bandasiga dunyoda qilish va u dunyoga ketish ixtiyorligini berdi. Lekin u banda u dunyoga ketishni tanladi. Gap mushu kelgan vaqtida Hazrat Abu Bakr ota-onam sana pido bo'lsin ey Rasululloh deb yig'lab ketdi. Hazrat Abu Bakrdan boshqa sahobalar u bandaning payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ekanligini tuymagan edi. Kishilarning iddiasida bu degan Allohning elchisi, bu arimiz uzun yashaydi deganga o'xshagan bir iddia bor edi. Ondan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana gapini davomlashtirib, Alloh Yahudi va xristianlarni halok qilsin. Ular payg'ambarning qabrisini masjid qilib oldi. Sizlar mening qabrimni hargiz masjid qilib olmanglar. Abu Bakrning uyidan boshqa ishga masjidga ishlaydigan uylarning hammasining ishini taqib etinglar. Men bir kishini urib saqan bo'lsam, mendan qisosini elib olsin. Qanday bir odamni tillab, uning yuz obro'yini tukib saqan bo'lsam, mana meni tilib olinglar dedi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sahobalarga iymon bo'lib namoz o'qiydi. Namozdan keyin yuqorqi qilgan gaplarining hammasini yana bir qatim takrorlaydi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hujjatga kirib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning ahvoli nihoyat ig'irlashgan bo'lsa-mu, namoz vaqtida masjidga chiqib sahobalarga imom bo'lib namoz o'qib beradi. Yakshanba kuni kech sham namoziga chiqib sahobalarga imom bo'lib namoz o'qiydi. Namozdan keyin uyiga kirib kesili nihoyat ig'irlab ketadi. Xutbamning vaqti kirgan vaqtida masjidga chiqqudek holi qolmaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hazrat Abu Bakrni sahobalarga imom bo'lib namoz o'qib berishga buyurdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning kesili eng yuqori pallaga chiqadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qo'l ostidagi qullarning hammasini azob qilib o'tdi. Endi qolgan 7 dinarni sadiq qilib o'tdi. Qurol yaroqlarning hammasini musulmonlarga hadiya qilib o'tdi. Bu kechasi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nihoyat ig'ir kasal azobi tatidi. Atsi atdigan bomdod namoziga chiqolmaydi. Bomdod namoziga Hazrat Abu Bakr imom bo'lib namoz o'qiydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Hazrat Abu Bakr sahobalarga imom bo'lib namoz o'qiyotgan vaqtida ishkidan chiqib qaraydi. Hazrat Abu Bakr payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom kelgudak deb keyniga chekinadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qo'li bilan ishorat qilib o'qib berishga buyurdi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yana uyga kirib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning kesili tug'an siri yomonlashmadi. Fatima payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qishida o'ltirib, payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qo'lini tutib turdi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qizi Fatimaga yaqinroq kel deb ishorat qildi. Fatima payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomga yaqin keldi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Fatimaning quloqiga bir gaplarni deydi. Fatima yig'lab ketdi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Fatimaga yana ishorat qildi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Fatimaning quloqiga yana bir gap qildi. Fatima valladi kulib ketdi. Orqadan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sakratga tushishga boshlaydi. Sakrat azobi payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomni nihoyat qattiq qiynaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom sakrat azobida qiynalib turib, namozni qo'ldan bermanglar, namozni qo'ldan bermanglar, namozni qo'ldan bermanglar deb alohida tavsiya qiladi. Va hali qolmagan holda la ilaha illalloh, Allohdan boshqa iloh yo'q. Haqiqatan sakratning ochiqi bor. Ey Alloh, menga mag'firat qilgin. Ey Alloh, meni shahidlar bilan, rasululloh bilan, payg'ambarlar bilan birga qilgin. Ey Alloh, meni dargohingga elib ketgin. Deganicha payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning Fatimaning qo'lini tutib turgan qo'li yerga tushib ketadi va bu dunyodan xo'shlashadi. Hazrati Fatima, voy ata, chaqirgan Rabbiga labbay degan ata, joying Firdavs jannati bo'lsin ata deb yig'lashga boshlaydi. Masjidning ichi yig'izarlikqa to'ladi. Hazrati Ali hushsiz odamdek harakat qilolmaydi. Hazrati Osmon kichik boladek naga tasi shu yerga mangadigan bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning vafot xabari birdamdilla Madinaga purib ketadi. Xuddi Madinaning osmonini qor bulut qoplagandek qabohatlik bir kun bo'ladi. Hazrati Umar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning vafot topganlik xabarini anglab bunga asla ishonmaydi. Va qilichini sug'og'inicha kimki Muhammadni o'ldi desa, men uning kallasini olaman deb yugurgan holatda masjidning ichiga kiradi. Masjidning ichida hamma sahobalar yig'layotdi. Hazrati Umar Muhammad alayhisalom o'lmadi. Muhammad alayhisalom xuddi Musa alayhisalomga o'xshash osmonga Robbi bilan kurashga ketdi. Muhammad alayhisalom qaytib keladi. Kimki Muhammad alayhisalomni o'ldi desa, men uning kallasini olaman deydi. Hazrati Abu Bakr masjiddan chiqayotgan ovozni anglab masjidga chiqadi. Va Hazrati Umarning yig'layotgan sahobalarning oldiga borib, ularning yoqasini go'shib, Rasululloh o'lmadi deb to'layotganligini ko'rdi. Va uning qashig'iga kelib, "Ey Umar, o'ltu" deydi. Umar o'ltimaydi. Hazrati Abu Bakr munbarga chiqib, "Ey xaloyiq, anglanglar. Kimki Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, Allohning elchisi Muhammad o'ldi. Kimki Allohga ibodat qilgan bo'lsa, Alloh hayot mengu o'lmaydi." Ondan keyin Allohning tuandik oyatini o'qiydi. "Va ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul." Muhammad faqat bir elchi. Uningdan ilgari nurg'un
nurgun elçiler ötken. Efe immâte ev qutilan qalabutum ala aqabikum. Elçi ölse yoki boshqalar tarafidan o'ltirilsa, sizlar keyinlarga yenib olamsizlar. Ya'ni dinlardan chiqamsizlar. Va men yanqalib ala aqibayhi falan yadurrulloha shay'a. Kimki keyin yenib oldi ekan, ya'ni dindan yenib murtad bo'ladi ekan, Allohga hech qanday ziyon yetkazolmaydi. Va sayajzillahu shakirin. Alloh shukr qiluvchilarni mukofotlaydi. Hazrat Umar bu oyatni anglagandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning vafot topganligini qabul qildi va put qo'llari titrab ketadi. Ilgirki samoviy dinlarning to'g'ri yo'ldan chetnab ketishi payg'ambar vafot topgandan keyin ergashuvchilar tarafidan bo'lgan. Ya'ni ergashuvchilar ya payg'ambarning vafot topganligini to'g'ri qabul qilmagan yoki o'zini xuddi payg'ambarga o'xshash muqaddas o'ringa ko'targan. Ammo Hazrat Abu Bakr bo'lsa, bu islom dinini saqlab qolishda, islom dinining mohiyatini kishilarga to'g'ri tuntishda oltin suyi bilan yezishga tegishli nihoyat muhim bir jumlani qilgan. U bo'lsa-mu, kimki Muhammadga ibodat qilgan bo'lsa, Muhammad o'ldi. Kimki Allohga ibodat qilgan bo'lsa, Alloh hayot. Bu gap orqali sahobalarning ko'z oldidagi qorong'ulik yuriydi va payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning bir inson ekanligi, uning vafot topadiganligini qabul qiladi. Shunday qilib payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hijratning 11-yili 3-oyning 12-kuni, milodiya 632-yili 6-oyning 8-kuni dushanba kuni vafot topadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning dafn murosimi atsi, ya'ni seshanba kuni elib beriladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning dafn ishlari oxirlashgandan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom jon uzish oldida payg'ambarimizning qishdagi sahobalar Hazrat Fatimadan "Sana payg'ambarimiz nim dedi?" Daslabida yig'ildim, ondan keyin kulding. Nim degaydi deb so'raydi. Hazrat Fatima, "Menga dadam daslabida men bu kesalim bilan sizlar bilan ayrilaman" dedi. Shunga yig'ildim. Keyin mening oilamdan eng burun men qo'shildig'ini sen bo'lasan dedi. Shunga kuldim deydi. Amaliyotda Hazrat Fatima payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom vafot topib 6 oydan keyin vafot topadi. Shunda qilib insoniyat Alloh taolaning eng oxirgi payg'ambari bo'lgan Muhammad alayhisalom bilan xo'shlashdi. Ammo payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom elib kelgan din va uning sunnatlari yana ham davom qilmoqda va qiyomatgacha davom qiladi. Alloh taolo hammamizni mushu din ustida yashab, mushu din ustida vafot topishni nasib qilsin va oxiratda suyimli payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bilan birga bo'lishni nasib qilsin. Gül Ahmedim, canda canan Muhammed'im. Kurban bulsun canım tenim, yollarınga Gül Ahmedim. Gül Ahmedim, Gül Ahmedim, canda canan Muhammed'im. Kurban bulsun canım